Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Bugungi ushbu video TESOL ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitadigan, shu bilan birga Applied Linguistics amaliy tilshunoslik sohasi bo'yicha akademik maqolalar chiqaradigan hamkasblarimizga foydali bo'ladi deb umid qilaman. Xullas kalom, nima ko'ryapsizlar bu yerda? Bu mani Google Scholar profilim. Chiqargan maqolalarim shu yerda chiqadi o'zi avtomatik ravishda. Mana bitta qarab turinglar, mana Frequency Dictionary of British English, ya'ni bu biz O'zbekistondagi hamkasbimiz bilan chiqargan kitob taqrizimiz, bu yana bitta kitob taqrizi, bu yana bitta kitob taqrizi, bu yana bitta kitob. Xullas kalom, O'zbekistondagi hamkasblarimiz bilan ham mualliflikda juda ham ko'p kitob taqrizini yozganmiz. Kitob taqrizi nima? O'zi book review. Nima qilasiz? Yangi kitobni olasiz, o'sha kitobni o'qib chiqasiz, o'sha kitobni tasvirlab berasiz, uni ijobiy tomonlarini qaraysiz, shu bilan birga konstruktiv feedback berasiz. Ya'ni kitobda nimalar bo'lishi kerak edi deb. Uni akademik jurnallarda maqola qilib chiqarsangiz bo'ladi. Hamma jurnallarda ham unaqa rukni yo'q, lekin juda ham ko'p jurnallarda asosan ilmiy tadqiqotlar rukni bor, keyin ba'zi jurnallarda book review, ya'ni kitob taqrizi rukni bor. O'sha ruknlarda chiqardik. Endi biza chiqargan mana shu yerda ko'rib turgan juda ham hamma jurnal, hamma kitob taqrizlarimizni peer review jurnallarda chiqarganmiz. Peer review jurnal nima degani? Ya'ni o'zidan o'zi borib siz pulini berib u yoqqa kitob taqrizini yozmaysiz. Kitob redaktoridan ruxsat so'raysiz. Mana shunaqa kitobim bor edi. Ham mualliflikda shu kitobga taqriz yozmoqchimiz. Shuni qabul qilasizlarmi? Deyarli hamma jurnallar bizga aytishganki, bizga bu kitob mavzusi yoqdi, lekin qabul qilmasligimiz bu san yozadigan kitob taqrizini sifatiga bog'liq deb. Shuning uchun ham mana shu yerda yozgan deyarli hamma kitob taqrizlarimiz O'zbekistondagi hamkasblar bilan 1 yil menimcha vaqt ketgan, o'rta hisobda 1 yil vaqt ketgan, lekin bu jurnal, bu biza chiqargan kitob taqrizi yozgan jurnallarimiz o'zini hurmat qiladigan soha egalari tomonidan nima deydi, qarab turiladigan o'sha editorial board deymiz-ku, muharrirlar hay'ati shunaqa darajada tuzilganki, o'zini sohasini biladigan insonlar bizani maqolalarimizni o'qib, bizga nima deydi, kommentlar berishgan. Endi feedback berishgan. Endi savol tug'iladi. Book reviewlar nimaga Scopusda ko'rinmayapti debdi. Men endi Scopus, Web of Science bunaqa so'zlarni O'zbekistondagi hamkasblardan o'rganganman. Savol olgandan keyin men shuni O'zbekistondagi hamkasblar bilan gaplashdim, keyin qarab chiqdim. Xo'sh, rostdan ham misol uchun book review kitob taqrizlari Scopusda ko'rinmayapti. Mana bu dataga asoslangan ilmiy maqola, kitob taqrizi ham ilmiy maqola. Lekin u yerda misol uchun siz dataga qarab, instrumentlar berib, testlar berib unaqa qilmaysiz. Siz kitobni olib o'qib, unga ya'ni tasvirlaysizda. Jarayon bir xil ketadi. Lekin ko'rinmas ekan. Keyin bitta hamkasbimizdan so'radim-da, mana bu ham Second Language Teaching and Learning in the Next Generation 2010-yilda yozganman. Bu ko'rinyapti-ku Scopusda desam, ular aytdilarki, balki ba'zida ko'rinar ekan, agar sizni maqolangizni kimdir Scopusdan ro'yxatdan o'tgan jurnalda yozilgan maqolada iqtibos keltirgan bo'lsa. Tushunyapsizmi? Ya'ni men yozgan bu book review, kitob taqrizi Scopusda indekslangan jurnalda chiqqan hamda Scopusda ko'ringanning asosiy sababi kimdir mana shu kitob taqrizidan iqtibos keltirgan. U iqtibos keltirgan maqolasi ham Scopusda indekslangan jurnalda chiqqan. Shuning uchun ham hozir mana shu book review ko'rinyapti. Qolgan men bu chiqargan kitob taqrizlarim bo'lsa Scopusda ko'rinmayapti. Bo'lmasam deyarli 90% biza nima deydi, ishlaydigan jurnallar Scopusdan ro'yxatdan o'tgan jurnallar yoki universitet qoshida tashkillashtirilgan jurnallar. Xullas kalom, kasbini biladigan odamlar o'qiydigan hamda bizga feedback beradigan jurnallar demoqchiman-da. Unaqa pala-partish chiqariladigan unaqa jurnallar bilan ishlamaymiz biz. Endi yana bittasi aytdilarki, Ulug'bek aka, O'zbekistonda yana bitta platforma bor, Web of Science dedilar. O'sha Web of Science Scopusga kerak bo'lsa o'rtoq yoki raqobatdosh dedilar sifat darajasidan. Rostdan ham bundoq qarasam, nima deydi, profil tuzdim. Rostdan ham qarasam, avtomatik ravishda mana shu maqola chiqdi. Ya'ni book review chiqdi. Bu book review chiqdi. Bunisi chiqdi. Yana bunisi chiqdi-da. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha O'zbekistondagi
ma'muriy ishlar bilan shug'ullanadigan, ya'ni o'zi ilmiy tadqiqot qilmaydi, lekin endi ularga shunaqa buyruq tushgan bo'lsa kerak, Scopusga qaragin, Scopusda chiqish kerak degan o'sha odamlardan so'rab ko'ringlar. Balkim sizlar qilayotgan book reviewlar, maqolalar Web of Science'da chiqar de shu joylariga e'tibor beringlar. Ya'ni men ham bilmas edim demoqchiman-da. Menga shunaqa deyishdi, ya'ni ba'zi bir universitetlar faqat Scopusga yopishib olgan, Scopusga qaraydi, ba'zi bir universitetlar bo'lsa yo'q, Web of Science ham inobatga oladi deb aytishdi. Yana bitta narsaga alohida nima deydi, e'tibor beringlar. Ko'ryapsizlarmi, mana bunaqa remove from profile. Menimcha nazarimda ba'zilarda manually, ya'ni o'zingiz terib chiqsangiz ham bo'ladi. Lekin menimcha mana men bilan bo'lsa o'zim terib chiqqanim yo'q, bular avtomatik ravishda ko'rindi. Yana misol uchun ba'zilar aytadi, mana bu ham book review de, xullas kalom, yana qaysi ekan, mana bu ham book review, xullas kalom, ba'zilar aytishadi, ya'ni Scopusda yoki Web of Science'da chiqishi uchun avtomatik ravishda ozgina vaqt kerak debdi. O'shanga shu joylarga ham e'tibor beringlar. Agar nimanidir bilsanglar, o'zingizlar video qilinglar, iltimos, yoki savollarni kommentariyada qoldiringlar, yoki kimgadir foydali bo'lsa shuni ulashinglar. Ya'ni men ham hamma narsani bilmayman. Men ham shu Scopus degan so'z platformani, Web of Science degan platformani O'zbekistondagi hamkasblardan o'rganganman, lekin men bir maqola chiqarganimizda maqolani sifatiga odatda juda ham yaxshi mehnat qilamiz, ishlaymiz va men oxirida aytmoqchiman, o'sha maqolang o'tadi, o'tmaydi deb ma'muriy ishlar bilan shug'ullanayotgan millatdosh, vatandosh, dindosh, zabondosh hamkasblarimizga aytmoqchi edim. Ba'zida faqat Scopus yoki Web of Science emas, o'sha jurnalni editorial board, o'sha hay'at a'zolariga ham alohida iltimos e'tibor beringlar. Chunki nima deydi, hay'at a'zolari olimalardan, o'zini sohasini biladigan olimalardan tashkil topgan jurnallarda chiqqan maqolalarga ham qaysidir ma'noda kredit deymizku, o'sha kredit berilsa menimcha yaxshi ish bo'lardi. Hammamizga omad. Ushbu video foydali bo'ldi deb umid qilaman.